Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, xaridorlar. Sizlarga bugun ajoyib uy joyimiz ko'rsatmoqchimiz. Bu joyimiz tog'li qirli hudud hisoblanadi. Marhamat qilib tomosha qilamiz. Kirib joyi, darvoza, o to'g'rida katta yo'l. Hovli kirganingizda chap qo'lingizda tapchan, o'riylar, so'ri, uzum. Bu yoq hammasi yong'ozor. Mana qishga o'tiradigan joyi ekan. Bu yerda oshxona. Hop. Mana bu yerda o'chog'i. Mana bu yerda tandiri. Mana tandirini ichi ancha yaxshi turibdi hali. Ozgina somsaga yopilgan ekan. Bu garaji. Bu yerda ham uzumlari bor. Bu xona Sayfullaga. Mana qo'li kaslashini mana shu yerda ochib berasizmi? Videoga olaylik. Hamda videoga olib turaman-da. Ha. Bu hovlilari. Расширительный бак. Mana bu ham xonalari. Sklad bo'lgan. Bu yerning orqa tarafi ketma-ket hammasi yong'oqlar. Olcha hammasi yong'oq. Shpon kolchalar ham bor ekan. Bu molxonasi. Tepalar naves qilingan, somonlari bor ekan. Bu hammasi bedazor. Daraxtlar hammasi ketma-ket. Olma, archalar, gilos. Bu yerda kladovka uychasi. Bu yoqda mana eshigi bor ekan, chiqib ketadigan ikkinchi uyga. Bu hashalar hammasi qo'yxonalariga shu yerdan tushirilgan ekan. Daraxtlari, bodomlari ham bor ekan. Bular hammasi bodom. Mana bu bo'y ham qolib ketibdi uni bitta. Mana bitta kontramarka ekan. Oshxonasi. Divarlari qoldi, stol-stullari qoldi. Hop. Bu xonasi. Uylari. Mana stol-stullari, xon taxtasi qoldi. Mana divani ham qoldi. Bu ham kontramarka ekan. Bu spalnya qilgan ekan. Bu eski tushgan narsalari ham qoldi, jihozlari.